aziz boshi bo'lsin omon, unutmang yonamas mehmon. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, muxlislarimiz, biz bugun ayni damda navbatdagi tabriklarimizni eng chiroyli onajonimizni tabriklash bilan davom ettiramiz. Ya'ni Farog'at hoji onajonimizni shifolik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan o'g'illari, jondan aziz farzandlari Nuriddin akamiz nomlaridan, undan tashqari barcha farzandlari uzoqdagi, qolaversa bag'dagi farzandlar nomidan tabriklab xursand qilamiz. Barcha tilaklarimiz faqatgina hoji onajonimiz uchun. Qanday marhamat, majmuamizga go'zallik tengsiz, mehnat tengsiz eng chiroyli onajonimiz Farog'at hoji onajonimizni taklif etamiz. Assalomu alaykum hoji onajonim, ayyollarim muborak bo'lsin, shifolik kunlarim muborak bo'lsin. Biz sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan, shifolik kuningiz bilan tabriklash uchun tashabbur. Endi topishingiz kerak bo'ladi. Sizni kim bilan nomidan tabriklash uchun tashabbur berganingizda kimlar nomidan keldik deb o'ylaysiz? Bolalarim, o'g'lim Nuriddinjon. Birinchi markazda nimaga aynan Nuriddinjon deyapsiz? Oldimda shog'lim turibdi. Ha, shu o'g'lingizdan kutasizmi? Ko'p shunaqa xursand qilib turadilarmi? Oldimjonni ham hamma bolalarim. Yana boshqalari-chi? Qizlaringizni ham kutasan. Albatta, ayajonim, biz sizdan birinchi navbatda jondan aziz farzandingiz, o'zingiz yuragingiz sezgandek, ya'ni kichik farzandingiz Nuriddinjon o'g'lingiz, undan tashqari boshqa farzandlaringiz nomidan tabriklash uchun tashabbur. Davomiy qarsak-charchamoq. Biz kelishimizdan oldin o'zingiz topganingizdek jondan aziz farzandingiz bo'lgan o'g'lingiz bilan bir muddat suhbatlashdik, gaplashdik. U kishi bilan gaplashganimizda, telefon orqali gaplashganimizda ham kimni tabriklashga boramiz bugun, kimni tavallud ayyomlari, kimni shifolik kunlari desam, o'g'lingiz aytdilarki, bugun siz bizni jannatimizni tabriklashga borasiz. Bugun siz bizni mehribonimizni tabriklashga borasiz. Bugun siz biz uchun bittagina, bizni yagonamiz, dunyolarga arshmaydigan mehribonimiz. Biz uchun qo'llari doim duoda bo'lgan. Bizni baxt kamolimiz, baxtimiz uchun doimo duoda bo'lgan hoji onajonimizni tabriklashga borasiz dedilar. Hoji onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, qanday so'zlar bilan muborakbod etaylik desam, o'g'lingiz aytdilarki, bizni onajonimizni dunyodagi chiroyli so'zlar bilan tabriklaylik. Chunki hoji onajonimiz dunyoning eng shirin so'zlariga loyiq. Chunki shu yoshgacha barchamiz ko'ribmizki, shu onajonimiz qo'llarida tarbiya topdik. Yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Nima bo'lsa faqat farzandlarim, o'g'illarim, qizlarim uchun yashadilar. O'zlari uchun hech qachon yashamadilar. Bir kun ham yashamadilar. O'zlarini hech qachon o'ylamadilar. Biz nima desak, xud bo'lam dedilar. Yo'q degan so'zni hech qachon eshitmadik. Nima tilasak hammasini muhayyo qildilar. O'shanda ham o'zlarini o'ylamadilar. Bir cheksak, boshimizda girgitton bo'lgan, kechalari parvona bo'lgan shu ona bo'ldi. Bizni onamizdan boshqa yaqin insonimiz yo'q. Biz hali onajonimiz bergan mehrni mendan birini ham qaytara olganimiz. Endi harakat qilyapmiz. Chunki onajonimiz bor mehrlarni bizga berdilar. Hech qachon mehrga, muhabbatga zor qilmadilar. Yaxshi bo'lishni, oqibatli bo'lishni o'rgatdilar. Halol mehnatga, halol luqma yeyishga o'rgatdilar. Biz onajonimizga rahmat aytmoqchimiz. Boshimiz yerga tegguncha tasdiqlaymiz. Niyatlarimiz qatorida bitta ulug' niyatimiz bor. Aytib o'tasiz dedilar. Nima niyat desam, nasib etsa inshaalloh onajonimiz bilan, mehribonimiz bilan Baytullohlarni birgalikda ziyorat qilish niyatimiz bor. Har kuni biz duolarimizda so'raymiz. Onajonim meni, mehribonim meni, Rayhonim meni. Sizning aziz insonimiz yo'q hayotda. Bugun xursand qilmoqchimiz sizni, yuzingizda tabassum ko'rmoqchimiz. Onajonimiz kulib tursalar, biz onajonimizdan kuch-quvvat qolaversa, mehrga to'la bo'lib yuramiz dedilar. Sizni xursand qilish uchun birinchi navbatda o'zingizga o'xshagan eng chiroyli guldastlarni sizga uzatmoqchilar. Albatta, shu narsani aytib o'tdi.
Aslida bizni onajonimiz, hoji onamizning poylariga jannat gullarini misol qilsak arziydi. Eng chiroyli onajonimiz uchun birinchi navbatda gullar bilan xursand qilasiz deydilar. Eng chiroyli onajonimiz uchun eng chiroyli guldastarni taqdim etamiz. Onajonlarimiz Jonajon, xursandmisiz? Ana shu biroz qarsak yaratamiz siz uchun albatta. Sizni xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Agarda biz maqsadimizga erishayotgan bo'lsak, biz o'zimizni dunyodagi eng baxtli jamoa qatorida bo'lamiz albatta onajonim. Bugungi chiroyli balkon, chiroyli bir daqiqalar sizniki albatta. Shirin tilaklardan tashqari musofir yurtdagi o'g'lingiz, Tomonjon o'g'lingiz ham aytdilarki, meni nomimdan ham tabriklab qo'yasiz onajonimni. Doimo xursand qilishga harakat qilaman. Bir narsani ayting. Bitta narsani ayting. Nimani desam? Judayam sog'indim. Onajonimni sog'indim. Bilaman, mendan ham ko'proq sog'ingan onajonim bo'ladilar. Lekin bildirmaslikka harakat qiladilar. Juda ham sog'inganligi ko'zlaridan bilaman. Gaplashganimda yuzlaridan bilaman. Onani sog'inchi, oilani sog'inchi judayam og'ir bo'larkan. Musofir yurtlarda mana bilinyapti. Oilani qadriga, onani qadriga qattiqroq his qilishingga imkon yaratilgan musofirchilik. Albatta onajonim musofirchilik noni og'ir desalar hazil deb o'ylardim. Lekin musofir bo'ldim-u, mana ko'ryapman. Musofirchilik oson emasligini. Albatta men juda ham yaxshi ko'raman onajonimni. Jonajonim meni dunyoga onajonim. Men onajonimsiz hech kimman. Shu yerda yuribman-u, lekin qalbim onam bilan. Xuddi onajonimni yonida ketib his qilyapman o'zimdan. Qaniydi hozir qanotim bo'lsa, onajonimni oldilariga uchib borsam, mahkam ajomlab, yaqinlarim, jigarlarim qatorida mehriga qolsam dedilar. Aytolmagan so'zlarim ko'p. Shu sabab bizning nomimizdan, jigarlarimiz nomidan Nuriddin o'g'lingiz ham aytdilarki, tabriklab qo'yasiz dedilar. Shu sabab aytolmagan so'zlarini she'r qilib misrlarga tushirgan ekanman. O'qib bersam maylimi? Marhamat. Qalbimda hislarim hech aytmaganman. Ba'zida onajon qadringizga rost yetmaganman. Bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bizdagi o'zidan butkul kechganim. Jonidan jon berib barbod etganim. Farzandidan, o'g'lidan, qizidan ozgina mehr kutganim. Onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bizdagi tunlarni o'tkazgan bedor. Yo'limiz poylaydi ko'zlari xumor. Yuragimiz izhori. Yuragimiz izhorini aytaylik bir bor onajon. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. So'zingiz to'tiyo, poyingiz jannat. Borligingiz aslida biz uchun ne'mat. Yolg'iz o'zingizni, onajonim, bir sizni faqat hammadan ko'p, faqat sizni yaxshi ko'ramiz dedilarda. Nuriddin o'g'lingiz bugungi aytgan bilan chin qalbdan muborak davom etadi. Hoji onajonim, yuqoridagi barcha tilaklar sizlar jonan aziz farzandlaringiz nomidan edi. Endi mikrofon o'zingizga uzataman. Sizni ham farzandlaringizga, shu yerdagi farzandlarga, qolaversa musofir yurtdagilarga yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Shu yerga kelgan hammalarga rahmat. Sizlarga ham, mana shu chegarjonlarimga ham, hammasiga, bolalarimga ham, ilohim bolalarim menga ko'rsatayotgan iltifotlar bolalaridan qaytsin, ilohim. Mana shu yerda hamma bilan katta hajlarga boraylik. Umida dilida nima niyati bo'lsa, Allohim yetkazsin.
niyatlarga ijobat qilsin. Bolalarimga ham rahmat. Shunday yuzozlab hammani mehmon qilishlarni chaqirib kirganing uchun rahmat. Bolalarim qaysi iloyim, qo'shganlaridan qo'shga qarsillarsi. Shularni baxt kamolini ko'raylik iloyim. Sunnat to'ylar qilaylik. Nevara kelinlar, kuyovlar qilaylik iloyim. Hammaga nasib baxtli bo'lishsin. Shularni baxt kamolini ko'raylik. Rahmat sizlarga ham. Oqibatli farzandlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz ko'z tegmasin, mashalloh. Bugungi chiroyli bir kunlarda, bugungi chiroyli bir ayyomlarda onajonim, yuqoridagi chiroyli bir tilaklaringiz siz bildirgan qolaversa, farzandlaringizni ham sizga bildirmoqchi bo'lgan tilaklari bo'lsa, yaqinlaringizniki bo'lsa, yoningizga taklif etamiz, bir-bir tilak bildirishlari mumkin. Yaxshi niyatlarni marhamat. Sizlarga kishim, katta hajarga borsin, zo'rlarni sirni ko'rsin. Nevreler ko'rsin Xudoga xudovanda. Kela sog' bo'lsin, vaqt xush bo'lsin. Tilagim shu. Hamamga she'rlarimiz bor. Qaysi qo'llar qilyapti. Qo'llar bilan tabriklaymiz. Yuzlarga keling, qo'llaringiz chiqarib ko'ring. Yedek qavlaki endi bundan yaxshilarni qilasiz. Esonomongizni ko'rdim. Yo'lda qo'llarga vaqtli, yo'lda Kerakli nasibda kattalarga yuboringlar. Arkasidan bizlar birgashi. Hamma shikoyatlarga yaxshi. Yurtimizda tinchlik kelsin. Prezidentimiz kunlar yashayapti mana. Bizlarga kelsin, bolalarimizni ko'rsin, dinlar sog' bo'lsin. Yurtimizda tinchlik kelsin, Xudoyim. Hamma vaqt tinchlik asosida bo'lsin. Opamda tug'ilgan kiyimlar kiygan opa-ukalar, aka-ukalar, qarindoshlar. Avvalambor opajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Farzandlaringizni insofini topilsin. Shularni huzurini ko'ring. Mana Komiljon jiyanim chekkadan turib tabrik yo'llabdi. Uni ham Xudo xolasa farzandlarini to'ylariga bosh-qosh bo'lib, bundan ham ko'proq tug'ilgan kunlar ko'rish nasib etsin. Mana shu kelgan og'aylarning hammasini ko'plab tug'ilgan kunlarida mana shunday anjumanlarda qatnashish nasib o'zlaylasin. Hammani ham mana shundan nimaiki niyatgan bo'lsa, niyatiga yetishiga, tug'ilgan kunlarga ko'plab tug'ilgan kunlarida, to'ylarda guvohi bo'lishiga nasib o'zlaylasin. Hammani omadini bersin. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman yana bir bor. Jiyanlarga katta rahmat. Enasini mana shunday tug'ilgan kunlari bilan tashkil qilgani uchun bularni ham farzandlaridan qaysi huzurlarini ko'rsin. Hammani tug'ilgan kunlar bilan yana bir bor tabriklaymiz. Kelganingiz uchun rahmat. Yuqoridagi chiroyli bir niyatlar, qarindosh urug'laringiz, yaqinlaringiz chiroyli tilaklar bildirishdi. Albatta endi bunday chiroyli tilaklardan keyin chiroyli bir niyat qilmasak bo'lmaydi onajonim. Shu maqsadda farzandlaringiz aytishdiki, onajonimiz bilan birgalikda hayotimiz shirinlik, shirin, mazali, totli bo'lsin deydilarda, eng shirin o'zingizga o'xshagan mazali tortlarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat qiling. Albatta Hoji onajonimizni yana bir bor bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Qolaversa tashrif buyurgan mehmonjonlar, undan tashqari mehr oqibat kelin bo'lim farzandlar nomidan, undan tashqari esa Booming onam tabrik agentligi jamoasi nomidan ham sizni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin. Qayta katta hajlarga borganingizni ham kelib sizni xursand qilish nasib etsin. Hoji onajonim, ayyomlar muborak bo'lsin. Endi esa ruxsat berasiz, garma-gar suratlarga olamizda sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davrimizni davom ettiramiz. Sog' bo'ling, o'ringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling.